ustozni qo'ldan keldim. Nomnimi ep keldim. Manga hech qanday nom sharaf kerak emas. Faqat Gulshantoqqa qaytib, erkin ozodi turmush kechirsamla bo'ladi. Ammo Yo'rin Sulton menga ishonmadi. Mayli dedim. Sen soldek cho'moqchilaringni boshlab kelib, aybi ko'stib, meni qaytib avliyoligingni qil dedim. Buningga mayli dedim. Kallamdan o'tmagini shuki, sen ablahning bola chaqalarini o'ldirishing. Haddingdan oshma. Chekinmay qarab tursan-ku. Hammang yaxshi anglash. U odatdagi maymun emas. U degan to'kpisi bor maymun. Bu da martabasi bor maymun. Bu yerda mendan boshqa hech kim uning bilan birga-bir etishamaydi. Maymunchiqim maymunchaq. Mening aslida seningdek yaramas bilan yana bir martaba ilishkim yo'q edi. Bunday bo'lsin. Birdamdan keyin agar sen mag'lub bo'lsang, men seni Arish ordisiga olib ketay. Odamlarim bu yerda qilib Gulshantoqni tuzlab olsin. Agar men uturib qo'ysam, men yadilla qiladiganimni qilaman. Odamlarim o'xshashlar Gulshantoqni tuzlab yetdi. Hey, voy isi. Maymunlaring azobga qoladigan bo'ldi-da. Qandaqli bo'lmasin, burun yaxshi o'tgan toq. Mening azroq urushqim kelmayotdi. Bo'lmasa sen hozir tizilib turib xatolig'ini to'ni. Bu ish mushining bilan o'tib ketsin. Qanday qaraysan? Shuncha ko'p yil o'tibdi. Jubajidan boshqa senli mushunda quruq parang selib, ko'nglimni xushal qila olaysan. Yang birodar, xotirjam bo'l. Men sal turib peshonangning o'ttirdagi ko'zing bilan mont tugib yeyman. Qolgan ikki ko'zing avval senda turib tursin. Sal turib sana Arishning g'olchi ishtlarini qandoq o'ltirdig'imni ko'rsatib qo'yaman. Bu yerdagilar Arishdikilar. Yana boyiqi heliqi qora qon yo'q. Qarab turishmay, billa chiqishmam sen. Jangvar Budda. Sen shuni bilishing kerakki, hozirgi o'lmas buddalik o'rniga boshqalar tilab erishamagan. Mangu qiyirmaslik. Şu alem altı yoldakilerinin hemmisi benim kolumda külü sorladı. Bişen maymun, Arishning shaboitiga erishmi, tabiating o'zgarmabdi. Bugun hech kim seni qutqizamaydi. Obdan ağa. Senin pichig'ing qallashib qopti. Qichqan dumbamni tatlab qo'yay deb senda.
İşenmayman. Altığı kara. Nevrem, bu sen degan yakka etishmi? Osmonda kun nuri ko'zni pek chaqir ekan. Nochi bo'lsang g'alchilaringni ep taq cho'sh. Bu dal Sunukong haqidagi eng oxirgi hikoya. U bir umr mard yashadi. Başdan oxir erkinlikni qo'g'lishib o'tdi. Ulug' avliyolik maqomiga yetdi. Lekin arzimas qoida usullarning kishaniga chidamay, butun vujudi bilan bu yerga qaytib kelib, biz bilan birga xushal yashashga talpindi. Şu sebepten o erishdiki evliyalık mertebesinden vazgeçip Gülşen Taqqa qaytib geldi. Aksice bazılar bunundan xotirjamsizlandi. Bu taşning bu tağda turg'ili qancha yil bo'g'inini hech kim bilmaydi. Kichik vaqtimda cho'nglardan anglashimcha, Avliyo Azamning jasadi mushtaqning ichida emish. U toshdan to'ralgan. Aslida u o'lmay mangu yashaydi. Baxtga qarshi u o'lgan bo'lsa-mu, lekin uning ruhi butunlay tarab ketmedi. Belki 6 tane tevarrukka aylanib, her tarafga chachirab, sir bo'lib ketdi. Bu dal Avliyo Azamning 6 tevarruki haqidagi afsona. Afsuski necha yüz yildan buyon hech kim u angushtarlarni o'z ko'zi bilan ko'rib boqmadi. Qiyridim. Qo'limda dunyoni kezgudek madar qolmadi. Lekin sizlarning oranglarda taqdir tarafidan tanlangan biri bor. O jahonni kezib tavarruklarni izlaydi. 6 tavarruk Gülşen Taqqa jam bo'lgan kuni, balkim Avliyo Azamning qaytirilgan kuni bo'lishi mumkin. Mangaylı, ayılıp geleyli. Yarmak üçün at eşek mi boğaymen? Adem bombay alvastı mı boğup yaşaymen? Ezrail'den korkmaymen, canını angı beğmezmen. Hey? Kargı ne? Deliğimiz köptü. Ağa, hakikaten teliğiniz bak gencima. Ağaya kıra. Bırak, bu şaplının kayıstardan dumulap düşkeligini belgili olmaydı.
Asta, nimaga hang yiqib turasan? Tukkongdan bir tal yulib tozim qilmamsan. Hey, to'xta. Pekar, mushu qar qo'yin tig'ining yarim muakkili. Seni saqlaganimga uzun bo'ldi. O'xshaydi ekansan. Haqiqatan o'xshaydi ekansan. Aldinga qarab mangsang, shafqatkor butsat va butxonasiga yetib borasan. Ayniyle o yerde kücüler lavuldap köyüp duratdı. Afsuski, şu qetimki ot aptıdan keyin butxona qayt qurilgan bo'lsa-mu, biroq kishilarning qalbi kuyib kul bo'lgan edi. Shundaq tursa, bir konu butxonani remont qilganing nima foydasi? Bu yer sening esingda yo'q bo'lishi mumkin. Biroq bu yerdagi ba'zi narsalarni yod etib turgandek qiladi. Keladiganlarning niyati qara. Maymunchaq o'zingga ko'proq diqqat qil. İşletmegili uzun boptu. Qaturish sehrining hozirmi asqatadiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Gulshan tog'dan qadinas do'stlar kelgan ekan. Quruq qo'l qaytursam bo'lmas. Kela, qo'lini taq so'z. Belli. Yezib bo'ldim. Keyinchi qandoq yovuz alvastig'i o'chirg'in. Faqat mush qo'lingda apparni o'qib, ichingda apsun o'qib, qat desanglar, dushmaning midrsidir qilmay qaytib turadi. Sen birdam aram elib olaysan. Biroq bu kichikina bir sehr qaturgan dushman birdamdan keyin asliga keladi. Biroq buningdek por ko'taklarga xeyli asqatadi. Sen bunu vaqtliq chora sifatida ishlasanglar bo'ldi. Bugungi bu kichik alvaslar haqiqatan cho'nglarni hurmatlamaydi ekan. Qo'rqma, boy o'rgatgan sehrni unutib ishla. Aldandagi o'rning cho'nqur tezligini bilmay turib, oldingi sakrama. Men seni altın tomuzga aylandırıp koyay. Sen aldandaki ot yalqınını gözlep menip, bu dağdaki sırlarını yeşip çık. Bunda küçük butxanalarda nurgun acayip çağrılar var. Keyince aldırmay bilip kalırsın. Yani bir maymun kaptı. Saxovatchim, yaxshisi kaltkonni tashlab, men bilan xuddi bilimlarni o'rgansam bo'lamdikan. Qada qaraysan? Bu yo'lda undaq egisiz g'erib arvohlarni ko'rib uchirtsan. Arvohlar to'zimas, bulutdek laylab. Hey. Afsuski, sening qapqing qarg'i kelmaydi. Mening bu qapqim egisilni to'naydi. Asta. Hey. Mening bir amalim bor. G'erib arvohlardan qutulib nishoningga yetalaysan. Sana cho'qim yordami bo'ladi.
Ma'u xeyli bo'ludi. Osmonda ushqili bo'lmasimi, lekin daryodan o'tkazalaydi. İradangdan yanmay. Baldurak maqsadingga yetkaysan. Rahip namim Guangmo. Agar bugun sening qo'lingda o'lib ketsam, menga yordam qilib bir eg'iz gapimni ustozimga yetkazib qo'y. Zemindagi oddiy odamman. Avliyo o'rniga erishamaganman. Tinim qurib yo'ldan chiqsammi, mangu yashashga chora topaman. Kichik yılançaq. Yılan ötedigen putni chilis issiqni yondirib zaharni qaytirdigan dora. Kela. Inim, ishiga marhamat. Sumuruq sen. Fazilating to'zimas. O'tganlarga salovat, nasihat qilish ne hojat. Kichik ustoz, kashf bo'lib ketsinmi? Mening muqaddas joyimga kelib qirg'inchilik qilmoqchi bo'lyapsiz. Sizning zodi nima g'arizingiz bor? Bunday qiynalgandan asli holtimga qaysam yaxshi emasmi? Tahir qiling. Akam meni mushunda qilishga buyurgan. Men u eyiqning gapini amalsizlikdan anglab, orqatog'ini qo'dashga majbur bo'ldim. Taqdirimning kojlig'ini bilatdim. O'xshash azob, o'xshash qayg'u. Shafqatkor butsatva butxonasi kuyib kul bo'ldi. Biroq oqsoqolning ro'yi to'zib ketmadi. Ochko'zlik tugamasa, azob tugamaydi. Erishmoqchi bo'lgan narsangizni unutib ketganingiz eng yaxshi. Beş 500 yıl bo'ldi. Butxonani qayta qurib chiqdim. Burunqidimni cho'ng yasab chiqdim. O't dengizga g'arq bo'lgan rohiblar g'ayrib arvohlarga aylanib, qora qo'yun teg'ida lag'aylab yurishdi. Mana men o'z qo'lim bilan ularni uzitib qo'ydim. Hatta aşı kitap parçalarını bir-birlab asliga keltirdim. Lekin men aman bir kuni sening ishq oldimga izlab keladiganingni bilatdim. Oz to'li karomating bor ekan. Nochi bo'lsang men bilan tog' cho'qsochiq. Onun bu qo'yun maharati qarmoqqa qaltisdak ko'rinadi. Amaliyotda uni o'rganish bekli oson. Bu qariq qo'yun alvasti shunimi yaxshi o'rganmabdi. Janubiy dengizga berib kelsinmi, maharatida ozroqmi ilgirlash bo'lmabdi. U boya bir necha qitimliq o'zgarishida nurg'un muzakkar kuchlarini qoldirib qo'yibdi. Happalle, tag'an o'kishlaringda o'zingning adabini berdi. O ablah ilgari doim menga ko'giniga ishonma. Qalbingni chachma. Kamolatni izda. Barliq mavjudotni tushunsan, onda uningni eshib tushalaysan hamda kamolatni yetalaysan deydi. Biroq o'z osh narsani ko'rgandagi o'xshashli yo'ldan ozdi-ku.
karometin bakar. Hocamdan bir gün sen bilen yetişmaydı. Loketim ötmüşke okşamaydı. Ötmüşte. Hiç kim sana tenkilemekti. Görürüm kulum dolu bolsa. Ben bunda kurkanını kaydı kuralayman. Evliya Azam. Yok, kichik evliya, rahim qısıla. Kichik evliya, rahim qısıla. Ben bu erişinin qısışı bilen şunda qılgan. Taqdirim özümün qolida emas. Bo'lmasa menda erişki tangdaş evliya Azamga shiltin otida yurak nadi qısun evliya Azam. Evliya Azam. Bu ayaqning deganlarining hammasi rost. Uning yuragi qanchalik cho'ng bo'lsin, Avliyo Azamga to'zaq qurib qasd qilgandek cho'ng emas. Barda orqasida uni kuch ko'rsatadigan cho'qim boshqa odam bor. Uning ustiga bu narsaning jadosi mahli kuchlik. Qo'lga tushirganimda bu yer uni qanday talashni zarur bilamadim. Şoğlaşqa, uni ravaqning ustiga qo'yib, anda-sanda kichik alvoslarni aldab, ko'zi ko'dirgizib, boyliq topildim xolos. Agar kichik avliyo men bir qatim rahim qilsangiz, men Janubiy dengizga qaytib, oltin chambarakni qayta taqib, gunohimni to'nayman. Qayta Janubiy dengizdan ayrilmayman. Avliyo Azam, menga rahim qiling. Tez, uning bildirlashlarini anglama. Maymunchaq, azvaylimay, darhol Avliyo Azamning tavargini qaytirib kel.为非作歹有天比，修得大手接佛力，邪佛一死也就齐。哪知不测其祸，其旦夕，那黄毛孽畜再回击。小贩不是好得意，不修后事却成谜。Saxovatchim, bu yerga nima maqsadda keldi ekan? Fiqir, ko'ngillaringni paraz qilib boqay. Oldirgan davon oshanmas. Hozir sizlarga mushukchilik yordam qilay. Safarda ehtiyot qilsizlar. Hamda qayta alvastiga tutilib qolsizlar, hech kim sizlarni qutqizolmaydi. Obdan. Adam yerga bo'ysunar, yer osmonga, osmon tariqatga bo'ysunar, tariqat tabiatga. O'zgar. Bundaq narsalar. Menga bek bu yaraydi. Bundan keyin butxonaga o'zim berib yasab olsam bo'ladi. Peqir avval berib tavlash tanqinini izday. Oğlum, sen degan bu azaplarni men qandaqmi bilmay qolay.
Biz artıq bir gün tünüşimiz kerak. Tünüsek andın hayat qalalaymiz. Aldıq günü sol təhləyinin tavubxanığı beritgan. Bu yani burunqıdımı bək sistivatdi. Hem yedi sunak uğundaları. Nicasətnin çoğunluğu bizden çoğunluğumuzda mı çoğundursa, o ölgür yoğunluq sol təhlə. Ne şükündəkin Şahin bilse, ulan herkes keçirmeydi o. Ünana Pascal. Sen yepimni obdan kulaq silip anla. Baş götürümüz desek, uzun mezgillik plan düzüşümüz gerek. Nemanca, kallan işlemeydi kandı. Abla. Burader. Bu ne mi bırak? Aslında iş koyken de. Bu nes basqancağım yeni gösterkilenirken ha?普天之下，父子君臣纲纪，伦常规矩天理。哪个说了才算，哪个放任不管。你瞧那叔辈都讲人情。且慢走，且慢走，再走怕你也无头。Aldırmısıla, aldırmısıla. Belli. Ay, obdan bo'ldi. Onu elimde saqlab yurganimga uzun bo'lgan. Bugun oxir egisini topgan o'xshaydi. Qanға қан, жанға жаны алемін. Allah, inan yox bo'ldi. Endi sana xizmat ko'rsatib gunohim yuvish purst keldi. Bak. Eliqi maymunni. Ben seni dadam. Anang, nemishqa yana kechikib qolsan? Narsani qo'yib, darhol qaytib bola to'g'. Kelar qaytim yana kechikib. Xo'ja akanning mahorat tavlishiga taqlid qilsang, akan qarg'ay o'z qo'lim bilan dalta o'g'lini yuyib tarab, paqisiga qondirib qo'yaman. Sen qayra to'l xotin kamabsan-da. Sen chupur yuz satrayib, nadin unding amdi. Nadin unishing bilan nimkorim. Avval go'shingdan ikki tishlab yapaqay.今天即是全屋里，大手铁盆遭虎欺，枪刀剑剑黄不比，
的时候是你不是你。Kichik saxovatchim boshqalarga o'xshamaydi ekanlar. O'ylaganimdek misbosh temir bilakkanlar. Konularda mundaq bir gap bor. Egiz dağda cho'nqur ham bo'ladi. Tangsiz joyda qonliq urush. Men qechib ketamigidakman. Sen mi qechib ketamaysan? Aqlsiz shogirdim, aqlsiz shogirdim. Sen Arlangshinning maharati va Avliyo Azamning tavarrukini o'g'irlab qolmay, yana ustozingning beshini mo elib olding. O'zingchi mushu xonfonchilikda bir umr yashayman deb qoldingmi? Amitabha. Kichik saxovatchi, Beqir mushu kichik Xuanmishan tig'ining egasi. Darveshlik nomim Lingzhi. Ham choshqon olvosiga qaraydigan kishidirman. Avliyo Azam qazo qilgan bo'lsa-mu, 6 tavarigi yo'qolmay iqlimga chachirab ketdi. Bu o'g'ri choshqon timiz qilib yurib birsini tepib olibdi. Karomati cheklik bo'lganlikdan tavarikni topolmabdi. Shuning bilan niyati buzilib, diqqat qilmaganimda menga qaz qilib, beshimdan tenimni judo qildi. Hamda beshimga tavarikni kirgizib, uni jadu tavlash o'chiqi qilyapti. Mening sababimdan Xonfengning xalqi azobda qoldi. Gunohim ig'ir. Bu qitim qaytib kelishim hammasi sizlarning shafqatlaridan bo'ldi. Bu dunyoda faqat sizlar bu angushtlarni saqlashga mos keladilar. Kaslar buni qabul qilsalar.
kökyap nom o'qib, etikapda o'ltirdiganlardan o'zini pok tutib, haqiqiy tolnalaydiganlar sanoqliqlar. Qarag'ana, bu qarning yig'ishiga yanıla şunda qattiq yig'ib atadi. Sen mi çoqum, eliqin ders üçün keldin. Sen kilishdan burunla, men pal silib baqqan. Paris qig'ni nima deb chiqqandi o? Harakat, barakat, bayliq, saqliq. O'lmoqchi bo'lsang, to'simayman. Shoshitgan yer vakili tanlangan azmatni qarshi oladi. Göldeki kichik butxonani ko'rdingmi yo'q? Sen almoqchi bo'lgan narsa dal shu yerda. U yana xo'jasi hozir yo'q. Tez bor. Azmala qilma. Obdan qıldın. Maymunun purği helimi onun esida ekan. O maymun hayat vaqtida ahmay qasıla qishimga kelib, beshimni silab qo'y deydi. Hozir o'lsimi yana meni yod etib, ballarini bir-birlab bu so'g'amga yo'lga sapdi. Mening bu xaltamning eshi ortib qolay dedi. Seriq ajdarha uyqungmi qinib qolgandi? Chiqib bu maymunning karomatini sinab baxmamsan. Maymun bilan yaxshiroq o'yna. Shogirdga yaramda yo'q. Qishimga kelgan ekansan. Endi osonlikcha nirvanaga yetaman deb o'ylama.
Belli. Kahratonda dostum kelsa, manga boshqa ne hojat? Kela. Ravot ostida billa nazmi o'qiyli. Kela, buncha aldirab nima qilasan? Kela, qishimda o'tir. O qaramoy qizil sag'riliq, chiroyi badbashir maxluqni osonlikcha tutamaysan. Sening garchi oz to'la karamting bo'lsa-mu, lekin bu shimoliy makonda qahrton avish og'a. Azroqli beparvo qilsang, jining saqlamaydi. Taliyinga bugun bana uchrab qolding. Ha? Men sana bir soğuqdan daldırıp özü qo'daydigan karamat qo'yay. Men odatdagi odam bo'lmaganimdek, bu odatdagi ot emas. Onundan keyin mayli yardan yoki charcha yoki to'ngla, qaltiqingda yerga chambarda birda siz u bo'lsala, yo'lvos yilpiz bo'rak qurut, jin alvaslar qishinga yaqin kelmaydi. Sanğonu yana deganimga ko'nmisiniz, azroq vaqt o'tsila, ichida yerin qayinib ketishingiz mumkin. O maqsanglar. İşçi bekle salqinkan, bo'lmasa kirsangiz ikkimiz billa aram olayli. Ha? Chaqchaq qilmasizlar. Agar niyatlardan yansila, men ustozimga deb silini qo'ydirib etaman. Vaqti kelganda qadinaslarga aylanamiz. Yo'qsa, men unda qilmayman. Qarg'anda o qeri o'g'ri og'amning tavarkiga erishib, karamati xeyli ishib qopdi-da. Hatto sizdek Sharq dengizning avliyosini ko'ndirib yibda qilib o'tibdi. Biroq atrofidagi undan qaraganda talangan azmat ulardagi chumoqlarni jaylab qo'yganda qiladi. Yaxshisilar, menimcha bu oltin pomzakni ustozingiz ichishga umr yetmagidak. Bu oltinchang ustamning angishtiri. Kichikkina tanlangan azmat uni qandaqmi chaqalsin. Sen taşpaqını o'yg'itvatdim. Sen astidagining o ishkanligini qandoq bilasan? Men uning hilal yoki toshpaqligini nadin bilay? Boy bir xil badbo'y puraqni purdim. Purqi menga bak yoqdi. Xushalligimda azroq naqmi qilib qo'ydim. Ustozim Tansingning yuzini qilib, bir qo'shiq qiningdan kechib, seni Chingshu Budda munarining ostini tozlashga buyurdi. Qajliq qilmagan bo'lsang, Shaoshentendek bundaq joyda jabot tatmas bo'lg'aydim. Ustozim xato demabdi. Ang dört narsa maymunkan. Qandaqlik qilgan? Bu oltinchangni hargiz ocholmaysan.
Ne mandaq ahmasın emesən? Əzmağını ezib akan qarağa işini qetib gitay dedi. Nertor. Ya adam, ya alvast emas, sət xotin. Ərişki vaxtlarım boğan basa, sən də xotinığı qarabı qoymaydım. Yani muşu siyaq. Çupur yüzlük, uçluq tumşuq. Təliyin bani miken sen? Yana, qaçken sen. Boldu. İşimiz qımağaylı. Bu qeyr taşbaqa bilen, bekirimiz çoğunqur. İnim. Şunca yıldan beri muşu cin turmaydıgan əbcaq yedi köp qiynaldın. Japat attın. Xatırcan boğun. Ben qırğağı çıkıpla. O kiçik pulxanının külünü kök sorup sen ve yılan inilerimden kısasını alımen. Müdürlemay tur! Düşünemen. Bu dünyada yaşaş, ülüş hiç kaysı toğulumgan vakti ki şadımalıqı yetmeydi o. Sen çağında müşşaş kirip durup mu? Kiçik balıda gör girip yığılap yürüp sen. Vaycan boldu yığılıma, aviyada saklap dur. Ben berip senin inleri kandak boldu, qarap bakay. Sen kiçik alıvastı, nədin ünge cil sayatın sen? Mən aldımdaki çoğ butunu tamaş qılıvatdım. Qarısıla onun kendikiga muştumdek balken. Menikidin silinkidin neçə həs çoğ but? Çoğ but nədə? Butni sili körənmeydiler. Çünkü silinin qalıplarında Budda yok. Buddağı işenmisiler onu təbil körənmeydiler. Ben degen hemegi tonuş paklık elçisi. Undaq butlarını mən köp kögen. Özünün közü kor. Aldığında tirik Budda tursumu tazım kıma yürüysen. Pak niyette doğru yol. Doğru yolda kökler ol. İşki sahavetçim, gipimge işemizle etraftan bire butxanı tepip Budda'dan sonra Kuruk yapqamığına. Butxanı bosulu kırıdığan, but bosulu yükünüdüğan, rasyalığını ayrıma işinidüğan tansın bu yedi yok. Ben qeyri coşqa ömrümde saxtı bezlerden en bizar. Bel bağlamay davan aşalmaz. Bel bağlısa davan taşımaz. Kiçik rahip, yükünüdüğanlar yükünüp bulduk. Yolcu. Yol izcil aldınlar demez mi? Koca kanı çağıdek buldum ha? Aldığımızda tağdın başka nersi babasa? Nereden kelgen yol ken o? Yol elbette ba. Lekin bellere bağlanmaptı. Momağına bağlamdım. Sen heliki keri oğurdan özgüretken sen de. Edibini bir vermişem. Kötür kaskının ne? Bu yoldan mağamısa, boğan yolunun amalının özü kılalaydı. Sen aval menip dur. Biz tak çoksuzda uçur söyle. Bir alvastı maymun ölüvedi. Yana biri gapdi. Senin bu çupur yüzünü juli verip, men tallangan azmat bop oynab baqay. Uzun zamanla muqaddam, mən və altın tomuzğa bir məzhəbdə idik.
O bekle astoydil idi. O hislatlar tağdikilarning baxt ilkida yashab, zamindikilarning azobiga ko'zini yumib olishga chidamaydi. O barliq jonliqlarning yildizi bir tutash tursa, nemishqa faqat bizlar hammadan ustun yashaymiz. Aksicha boshqalar bizga bosh urib yashaydi deydi. Men onunga chunki boshqalar bizga yetmaydi dedim. Keyin o cho'ng xatolik o'tkazib, qayta zaminga tushirildi. Keyin o bir qancha shogird qabul qildi, biroq oqibatchi. Shogirdlarning o'lgini o'ldi, qashqini qashdi, hatto o o'zini mumkin oldi. Meningcha bo'lsa, nom og'ir berishning o'zi bir ahmoqlik. Tata Gotaga ishonib nima kapdi? Yanala o'zi ishonganga yetmaydi. Taqdiring qo'limda tursa, yukitmasga ne çarang? Fikirning bu xaltisi. Dal sendek ozg'onlarni so'lashga tayyorlangan. İçiga kirib, to'g'ri yo'lga qaytib ol. Öldüre. Öldüre. Duruz. Dal şunda. Mana bu sen. Allah! Hoşunu yok atma! Kile, seni puadın çıkıdak bir oynaday. Hürmetli mesel, bu da Nuri senden öçüdür.
Bu haybatlik Budda sarığı qara. Söyledi, sizlar halqın qilishmaydi. Men burul senin taqdirini ko'rib bo'lgan. Sen davamlıq başqalar üçün can qısan. Aman bir günü birovning qo'lida o'lib ketsan. Men seri qash faqat o'zimga cho'qinaman. Men ölmeyman. Ölmeyman. Men ölsem bo'lmaydi. Faqat bir ketdim. Bu hayvan mening angishtanlarimni o'g'irlab zaminga tushyapti. Yana Avliyo Azamning tavarikini ishiltib, dam tatar xaltamni yana texis yaqinga o'zgarib, mening nomimda burunqi koni adovatlarni so'rab chiqib, boshqalardan qisos olmoqchi bo'pti. Saman qursoq, men burunla uning sening odamlarning ishkanligini bilardim. Gunohimni tilayman. Burun yaxshi bosh qurmabdiman dedim. Ishondim. Vaqtda shunday desan gaplaringga cho'chqib ishonmaydi. Men ishonmayman. Kim bilsin bu hayvanning yurigining buncha cho'ngligini. Men aslida uni o'zim adatmoqchi edim, biroq u avval ishkilariga uchrab qopti. Buning silining talaylari 10 kelib saq qoldilar, biroq uning haqiqatan xilipinsi bor ekan. Bu qetdim balkim odamni xato tanlamagandek qiladilar. Canğa əsqatmaz bundaq gaplaringni az qil. Sening o seri qaşlıq alvaslaring o'lsa qaraydi chaqliq. Agar cho'ng og'amning tavargi yo'qolib ketsa, qayta tepish ters kuchidi. O 9 tishliq tirnalarini menga berib tursilar. Ağam, bu yaxshi vazifani bizga topshirdi. Haqiqatan talimiz o'nkan jumo. Shuni qila. Yo'l bo'yi devilardan qochib, ustixonlarim tushib qolay dedi. Azmangni azmay chaqanma, bo'lmasa ziyofatga chiqib qolamas. Bu jadigar xotinning purug'ini purg'anda qilaman. 8 mavsum 4 fasl ziyofat uzilmas. Har ziyofatda qutlug' ish tugamas. Bir qatam xonim muborakligini kelgan edi. Qaysish aynakdan birini so'g'atib taladi, ham sehrlik aynakdan ot qo'ydi. Sehrlik aynak. Esimda qilishcha xonim doim uni yod etadi. Uningga ko'zim qimidi deydi. Ko'tildab bo'lishdingmi yo'q? Yo'l bo'yi ko'tildab xo'jakan uxlig'ini qo'yishmiding? Ishirga qaysang, qop yurak. Bu shantig'ining so'g'atlarga chansaqdek bo'ldingmi? Bu yillarda nega yo'shirinsam shu yerda aramliq yo'q. Nerede kelgan pari qizsiz? Shunga paranglishimiz. Mushundaqlik ketamsiz?
Ay. Aldırak salla qıma. Tağan seni cabdıp koysun. İşki möhterem ziyafetga ulgurib kelishibdilar. Kirib ziyafetga daxil bo'lish qayla. Voy. İşki aziz mehmon, nimaga buncha kechikib kelishdilar? Sizlarning xonim, bu qatim yana kelmabdi-da. Xonimning tini saqsiz bo'lib qoldi. Yerga tushmenish qulaysız. Biroq uning ko'nglida har qaysilari yanada aziz. Shunga alaytan bu sovg'alarni avatdi. Bizning xonim Parizatning baldıraroq shifo tepib, erishki baldıraroq qaytishini tiladi. Bek afsus. Xonim kelmabdi. Biz bir maydon yaxshi o'yin tayyorlagan edik. Maxsus bu ziyofatga atagan edik. Biroq bugun soat o'g'irlanibdi. Mehmonlarmi o'ldirilibdi. Bo'lmasa hisobni sen ikkingdan olay. Biz faqat birovning qo'l ostidagi kichik chakar. Xon acha, qig'allari bu qandoq chaqchaq endi. Jubaji. Sen tug'ilishingda sat bo'g'ashqa chiroyingni pardozlashga amara. Biroq yana cho'shqidek yosinib xon anamni aldayman desan qamlashmas. Tayning yo'qkan. Men Jubaji yaxshi zotdirman. Uning ustiga onamning kimligini bilmasam, tuhmat qilyapsan. Yuriging nima chiqara? Ayni yili sen g'arimizda odam o'ldirib o't qo'yib onamning nomini bulg'agan. Amdilikda birimi esingda yo'qmi? Nam Amroy. Arzimas için alıvasıda. Yana qandaq nam abure bo'lmoqchi edi. Men bilsam, sen heliqi ömçük alıvasının pushtig'i deyman. Bo'ldi. Meni bir eg'iz tag'a deb chaqirgin. Men sana azroq yuz beray. Eski qaring'i berib, choy ichib kela. Bag'ing bo'lsimi barsan, bag'ing bo'lmasimi barsan. İxtiyor senda emas. Nas baskort çüpürende kurut qo'ng'izla. Adam terisida kiyim tikib kiyishsangmi, yanala konu qo'ydirig'ini tashlamaysan. Shundoq. Fazilatimiz qandoqmi arish sardarning qo'liga suv quyib beralaylik. Cho'ng aholning ko'sti tek so'lmay turibman. Sen yana texay maymundan birini og'ir qilib yetibsan-da. Siz og'zingni yum. Anani chaqirib baldarroq gunohingni to'nish. Men seni eg'uch kichik balkanda bir qo'shiqni kechay. Sana rastını dey. Eğer qo'rqqan bo'lsang, darhol chiqib. Hamma chan qo'rqdi. Bu eski g'arni men bugun tubtuz qilib o'taman. Sizlar nega qachalaysizlarga qilib bir ko'ray.
Bosun. Bosun. Qurq Bosun. Bosun. Qurq Bosun. Anlasam, içide qaltis güherden beri barmış. Turqundan yamanda qılısan, bomuz kirib izlab baq. Yolni sana tayyor qilib qo'ydim. O'zgini qutqizish oson, o'zini qutqizish qiyin. Endi sana qarzim qolmadi. Sisiq maymun. Degine. Tağ sirtidagi dunyo zodi qandaqkan? Bir top ölmeydi galla. Küçükleri andın yaman. Bonç tez qışımğa kep bop sende. Özünge bala tapmaydıysan, en yaxşısı bu yerdeki işlağı az arlaş. Baldorak yılık çoşkuğa yetiş var. Bosun. 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 Göt çoşka. Tez rahman. Tez keling, ular keldi. Ya, 3-chi acha siz to'y qilmasangiz, buncha aldirab nima qilasiz? Yana qilayim qanday jirlisan, bugun sen tantakning ig'zini chiqib qo'yim. Yaxshi acha, menga rahim qiling. Keldi, yigit keldi. Kechikib qoldim. Sing'illarimni saqiltib qo'ydim. Anam shundoq arzulab ketgan, qandoq kelishgan yigitdu debdi men. Chiroyi nimandaq satdu. Ig'zi ozroq batbashir ekan. Lekin anam yoqtirgan bo'lsa bo'ldi. Satligi g'o'satrak. Anlashimcha uning burun xeyli bingsi barmishkan. Onu tutush uchun anam oil tavarik angishtirnimi ishiltatdi. Tutish haqiqatan tasga tushdi. Ikkinchi ocham haqiqatan fazilatlik. Yaxshi naslan topsimi, singillarga avval tetib baq demaydi. Singlim gapingiz bak sesiqku. Anam arzulab yotliq bo'lmoqchi bo'lgan odamdan bir tal barmog'i sinib ketsimi, bizga yaxshi kun yo'q. Onunğa yatliq bo'lganning nima foydasi? Biz hamini bu nas bosgan joyda bir umr turamiz. Ko'rgan bo'lsa, yaqinroq kelgin. Kela. O'maqsinglarim, murosim texi boshlanmay turibla, to'y kampiti yeymiz deb jidalashgili turdinglarmi? Anam o'z qaror qilgan ishqa biz-chi kalla qattirmaganimiz eng yaxshi. Acha, yigitni sizga topshiray. Yo'l bo'yi jafo chekdingiz. Acha, anam qeyrib hamoqat bo'lib qapti. Singillaringizmi buni uqmisiz? Ajiba, sizmi buni sezmadingiz? Onamizning holiga yetib yaxshi qarash. Biz farzandlarning
qilishga tegishli ish emasmi? Men anamga qachon kuyinmabdiman. Anamning necha 10 yillik qoni kesilining yaxshilanmasligi dal mushu 4 cho'shqining iltifoti. Ishliqimiz bo'pti. Yana uningga yotib bo'laman deyotdi. Men bu qo'saq ko'piga chidamadim. Ba'zi ishlarda to'g'ri xato sat chiroyli deb ayrilmaydi. Peshoniga putilgan bo'lsa, bo'ysunmay iloji yo'q. Aynili siz va meni onam tug'magan bo'lsa, onamizning kulfatlarini ko'migan bo'lardik. Tabiiyla bugungi ahmoqonaliqimni qatnashmagan bo'lardik. Beshimizga kelganni ko'rib boqayli. Oriyat olgan baxtdan bir kun huzurini olsaqmi, shu afzal. Siz men bilan menga oldidagisi onamning o'jirsi. Sizga bir qancha muhim gapni topilib qo'yay. Onamning odatda g'ayri odatlari yo'q. Faqat tomoq yegandala yolg'iz yeyishni yaxshi ko'rdi. Undaq chaqda hargiz chig'i tegma. Yana uning yuziga sinchilab qarama. Bo'libmi ko'ziga. Acha. Mening gapimni cho'qim esingizda tuting. Tez bering. Aka. Acizlarni bek uzun pıraqtı qo'ydilar. Arish haqiqatan odamlar yashaydigan joy emas. Qaytqanlari yaxshi bo'ldi. Qizlar, ziyofatni boshlanglar. Qandaq tüpürendi sen. Ko'nglimni xush etib qo'ydim xolos. Mushunaqa jinimni olmoqchimi? Bana soldek choplashib. Acaba men to'shqin bo'lmasam, yashamaydigan o'xshamam sen. Ha? Mende qurtdek odamni bezor qilma. Men bilan koring bo'lmasin, tez yo'qol. Men bilan koring bo'lmasin, tez yo'qol. Rahor! Sen ölgen Tungu! Hammasi senin kasaptın! Bu yerda xushalik xuram yashaydi senmi? Sen bununla yol qo'ymayapsan. Rahor, sen bo'lmagan bo'lsang, ularni o'lmaydi.
Biz degan koni xotinga bunda qilish ketamdi. Unutib qolgan o'xshamamsiz. Ayniyle cho'ng og'am meni sizlarni o'ltirib deganda sizni o'ltirishga ko'zim qiymagan. U zodi kim depaqma, men jubojigo. Unutib qolmadim. Ammo mening texmi unutib qolmaydiganim shuki, sizlar ketgandan keyin men ochillarımның qon go'shtlarini qanchalik ilojsizlik deb ondan hayot qolganlar. Bu ishlarni butunlay bizdan ko'rsangiz bo'lmaydi. Hammasiga shu og'ingizning ustozimning go'shtini ochsinglarning jindan ortiq ko'gini sababchi. Og'am bir mezgil hamoqatlik qildi. Ishdan keyin pushaymon qilib nurg'un badallarni to'ladi. Hatto hiliq tabarrukni ishlatib jinimni qutqizdi. Bu misa men qandaqmi hozirgacha bardoshlik bera olayman. Yaxshi olam. Deganlaringiz rostmi? U narsa hozirmi qo'lingizdami? Aka. Mushchaq kelibmi? Sizning ko'nglingizni yat etib turganingiz yanila shu maymonga. Nima maymon? O sesiq maymun nadimi sizga yetsin? Davomli qulqimga xush yoqadigan gaplarni qiling. Gaplaringiz menga yiqib qolsa, balki mehr shafqatim kelib, sizga u narsaning nadilkini deb berishim mumkin. Qeri xotin, buloq tuyiga berib yaxshiroq qarab boq. Mushashga kiribmi, yana ishq muhabbatni qo'ydi ekansan. Rostilla kulgulik. Men g'orda qapsilib kunda sizni kutdim. Har vaqt sizni seg'indim. Bir yostiqqa bosh qo'yib, ondan sizni yeb, kesilimga shifo topsam deyman. Inson ya, katta marosim o'tkazib, yolg'ondan bir muncha o'yin qo'yib, yana nima chapasanga? Tfey. Yemaslikka. Siz uchun bo'lmasdi. Balki uning uchun. Bu kichik qiz ham qora ham satgan. Kimdan topgan maynat pushding bu? Bugünkidek bunda halqa tushib qilishingga butunlay o'zing sababchi. Men faqat o'zimning ayni chog'dagi bag'ri yumshoqligimga ichinaman. Sen nimishqa amdi kelding? Qiynalib o'lay dedim. Tezdan bu alvosliq deb meni qo'ydirib. Ochlilaringni chaqirib kel.
Hey. Mən bu ömrümdə maymunğa əhən öç. Hər qitimdə maymunlar yaxşı işimni bozudu. Sadə mening nərəm. Bu maymunlarga yetməydi. Dərvəqə, siz maymunnu bək yaxşı kögənkənsiz. Mən onun yürükünü soğurup, cigirini soğurup elib, sizgə həmdən bolay. Men bilan karın bo'lmasin, tez olvasin qo'g'la. Og'amning tavargini qaytirib kel. Tez qoch, mening amalim bor. Ağa, meni qutqizib eling. Sana qıltaq qırışını öyrətdim. Yəni sana ən güclərini verdim. Şundaqdımı məğlub bolsan? Onu köygəndən keyin mən qol salamadım. Keyin talanğan əzmət yetib gəldi. Onu uruşub yengəmədim. O maymun qarını oңtay qılıb etdi. Yəni şu maymun izzətini bilməydiğən. Onu yaran yaxşı olmay durub. Yəni köngül yarısı tepib opsan. Xatircəm bol. Qısasını alıman. Sağlam. Mening o nərsəm. Hazırını qeşingdimi? Qeşimda. Sağlam. Gerçi yengilgan bolsanmı? Bomu bir çoğ tökbə. Lekin men sana bəgən nərsini bana qaytırıb bə. Soymula. Mening azabımni qandaqmı düşənsin? Faqat tanlanğan əzmətdiki başqa təvərrükdən elib alsamlar. Qoyunluğunda başqalar meni qaytıb bozak etəməydi. Sağlam. Senin qısasını mən çoxum alaman. Sen bir ömür yığıldın. Xatircəm yatqın. Ustaz, meni qutqizib olsizlar.
Siz ayni chaqtikiga o'xshashla dötgansiz. Ana! Paqir Aynili Arish daryosining bosh valisi bo'lgan. 80 ming suv lashkarini boshqurgan. Bunda kichik alvosda yo'lini to'salamdi. Sen bugun mushada jon taslim qilatding. Xo'jakonga bir qancha tizlansang ortiq ketmas. Bir qatim burnimga suv kirgan, qayta ahmoq bo'ladigan men do't emas. Bu çüpürəndə nədən təkkürlə? Bundaqlı boldu qımaydı. Mən aval verib payla baqay. Sən sol təkma, teziraq, yetişəsən. Qutqazanlar. Kichik ustaz meni qutqazasizlar. Qutqazanlar. Maymun ağa sizgansizda. Qutqazasizlar. Maymun ağa qutqazasizlar. Tağdaki kentimizga o't ketib faqat meni qochib chiqardim. Kutilmaganda tağdan tushish yo'lida alvosliga tutilib qoldim. Meni esib qo'yg'il 3 kunduz bo'ldi. Qaysi qilgan ishimning javobidan keyin bugun sizlarga uchirdim. Agar shafqat qilib mendek bechorani qutuldirib olsa, o'zimni setib bo'lsam shafqatlariga javob qaytaraman. Shohim to'g'ri debdi. Bu kichik qizchoq haqiqatan odam boshlab keladi. Ular meni tutib olganlar qaytib ketdi. Ahmoqlikni chiqarib elindi. Qandaq o'zim bor. Ben beni köydürüp öldüreyim. Bedendiren kebapka aylansın. Oha, yansan kurt kocadım. Tağandın mı Bekir'e keşeşini bilirdiken sen. Alvastı. Rastını ek. Eğer azırak yalgan etsen, tağanın tırnısının köz yok ki mu? Pekme xatarlik bo'ldi. Shafqatchimning qutuldirvag'iga rahmat. Men Kaldiyevining qizi bo'laman. Etim pang. Bildirma. Kaldiyevining nerede kızı bor? Yalgan so'zlab meni aldimoqchimi? Tayoq ipi. Siz mening esimda. Mening anam Qashtish tilkini dal siz o'ldirgan. Anam o'lgandan keyin men izchil dadamga ergishib yashadim.
Tömür yelpigish malikining ko'ngli yumshoqkan. Meni asranda qiz qilib oldi. Keyin akamjani bu dengizdan qaytib kelib, biz bir oila kishilari jam bo'ldik. Oxiri xotirjam turmush kechirdik. Akam kichigidan atamga vafodor edi. Menga yaxshi muomala qiladi. Biroq nima uchun tang yaqinda uning mijozi tuyuqsiz o'zgarib ketdi. Burunqi konu xuyiga qaytib, bulut g'ariga qaytib berib oldi. Ondan boshda dadamni, keyin anamni hapsiga ilib oldi. Mening faqat amalim qilmay yordam tilashga qechib chiqdim. Biroq tag' eg'izdan chiqayotganimda akamning qo'l ostidagilarga uchrab qoldim. Bu Kaladiyevining karamati tangdoshsiz. Men og'am ikkimizmi birlashib uni yengamagan. Tömür yelpigish maligida angushda tursa, qandoq qilib shuncha osonlik qizil tugunning hapsiga qamilib qoladi, ha? Kim o'z o'g'li bilan qarshilashishni xohlasin? Atani bo'g'ichi, qandaqmi beqib cho'nqigan o'z bolasiga qo'l solalisin. Avaqti, bu kichik tulka seni kulayotidi. Ishonmasanglar qarab beqinglar. Bu akamning samaviy o't shartisi bo'lmasa, qandaqsiga bu yana buncha bola vayron qilib yetalaydi. Chataq, atamning hayoti xavfda qoldi. Maymun aqa, menga yordam qilib oilamizni qutqizasizlar. Yalqutaq intayin xatarli choy. Bu Pikras qo'ng'izini yiningda bilib ilib ol. Vaqt kelganda asqotidi. Hey, bu ovoz tunishli bilinadi-ku. Baqir berib, ahvolni o'qib kelay, ha? Bilganmidim. Maymun aqa, men oldida yo'l boshlay. Tez kesler. Maymun, kaltak, ölüki, sırıki. Şahim, hammasi kerak. To'xta. Shohimning farmoni bor. Qasrga bosib kirguvchilar birdak o'ldiriladi. Bu Pikras qo'ng'izini yiningda bilib ilib ol. Vaqt kelganda asqotadi. Akang eski yoki yaxshi bo'lsin. U maymunni boshlab kelib, akanga qarshi to'sang to'g'ri bo'lamdi. Qizlari, faqat banan yelpigishni ilib atamni qutqizmoqchi. Qutqizish? Yalquntog'ning hozirgi holatini bir tal yelpigich hargizmi qutqizolmaydi. Ana, sizlardan o'tinib qolay. Yana bu shundoq keyingi so'zlar akamning yovuzligi qo'zg'alsa ham atamga o'limdan boshqa yo'l qolmaydi. Sen rostila o qerikalik shuncha ko'ngil bo'lamsan? Sen anangni bundaq o'yinlaringni bilmaydi deb qanma. Sen bizni balduroq ochliqdan o'ltirib, maymun og'ang bilan bu tog'da shodaman yashashni o'ylagansan tayinliq. Ana, uvol qildilar. Agar atamdan ansirmagan bo'lsam, men qandoq avliyani bu yerga boshlab kelay? Tulkijin degan tulkijin. Meningcha sen banan yelpigishni aldab elib, sirtga oshnangga sovg'at qilmoqchi. Men ham atamning o'z pushti. Sizlarning shafqatlarida hozirgidek kunning serig'ini ko'ryapman. Maymun og'am menga qanchalik yaxshi muomala qilsin, buni qandaqmi sizlarning shafqatingizga silishtirgili bo'lsin. Yelpigishning ishida ko'nglimda sen bor. O'ylanmay qilgan savallik, keyin o'ziga dushman. Yana siz. Bu vaqt kelishingizda nima sabab borki? Hamsavaqacha. Bu sizning xususiy oila ishingiz. Qoida bo'yicha men aralashmasam bo'ladi. Biroq Pinger meni izlab kelib, tanlangan azimatning yolqintiqi kelgan dedi. Tanlanmagan. Hamını erishning ishti bo'ladi. O'lmaydigan ablah, g'alati ismlik sesiq avliya. Uning haqiqiy kelish sababini siz hammadan bak bilasiz. Bu qitim sizning o'g'il qizlaringiz bo'lsin yoki eringiz bo'lsin, hatto bu katta qasringizning musaqqo qilishi basi mushkul. Dadasining tayini yo'q apka maymundan bo'yinchi qo'rqib nima japa?
Kala deva yoki o'g'limning karomatini demayli qo'yay. Mening bu yelpigichimmi bekorga non yemaydi. O'g'lingiz yaralmishini emdi berishiga tanlangan azmat yetib keldi. İki ishning tangli yuz berganidan Amsavoq acha g'alati his qilmadingizmi? Yaralmış. Nima yaralmış? Davat qilinglar kim? Anglashimcha boshqa tavarik go'harlarni tanlangan azmat badaniga yig'ib bo'pti. Amsavoq acha, ish mushiyaga kelgandimi? Siz texnik tushunmadingizmi? Zodi kim uni uyga qaytarib etdi? O narsalar rostilla mahorat tavlash go'harlarmi? Menimcha biz o'zimizni bakla aqlli chaqlab kelsak, oxirgi borganda boshqalarning qo'lidagi shaxmatga aylanishimiz mumkin. Men boshqalarning hayot mamatiga pisand qilmayman. Men azaldan faqat siz birla odamdan ansirayman. Bo'lmasa biz ikkimiz birga ketaylik. Ayni yili erishdi sizga qanday kuyingan bo'lsam, bundan keyin sizga shunday kuyinaman. Amsavoq aka, mushaqqa kelgandimi, faqat sizlar mendan ansirayotsiz. Men birdilla gangarab qoldim. Keling o'ltiring. Yaxshiroq mo'g'di shayli. Ana, onunğa ishonmisizlar? Onun ko'zidan nakkorligi chiqib turadi. Cho'qim g'ayriy maqsadi bor, shahvatxo'r. Ko'zim qarg'u bo'lib seni chaqiribdiman. Sen pitini paqaqini. Cho'nglar paranglashganda kichiklarning qo'shiq selishi adabsizlik. Men onang bilan tanishganda xon otang bo'yniga qo'shqon selib qayerlarda yer og'dirayotganini belgilab bo'lmaydi. Shahvatparast paskash. Ana, onunğa ishonmisizlar? Sen bir tarafda eg'izingni yo'q. Endi yaxshi bo'ldi. Amsavoq acha, zaminga tushgandan keyin men azaldan sizga buncha yaqin o'ltirib boqmagan. Shundaq deyni. Bu yillarda amaliyotda men siz bilan o'tgan burunqi kunlarni bakli seg'indim. Bu qanday ish? Çoşku bakalcığı, yani nim bo'latdi? Qanmagan bo'lsang, yana kelib birer so'ylamsan ya. Mehnat, dut cho'shqa. Sen chipranda ablah, tex Amsavoq ocham siyoqida meni ko'ldirib-atamsan. Qadinas do'stim, nimaga chechilasan? Ikkimizning tulki g'arda yurgan vaqtimizni men cho'shqa kunda eslab turaman. Ilgar Soltak, mening pok qalbimni pastkash usulda payhon qildim. O saxtbaz ablah, sirtki uşaq alvaslarni sening o'rlashtirganligini bilmaydi deb qoldingmi? Hoy, jiyanim, sen mi kelibsan-da? Dal vaqtida keldim, dal vaqtida. Tag'am bilan billa, bu shahvoniylar chirmab olgan marazni. Bax. Shuncha yil o'tdi. Ozroqmi o'zgarmabsan? Qistatlik cho'chikimdagi yildiz yo'qsini yag to'ksam, qanday qilasan keyin bir ko'ray. İlgari men sening nom elishingga yordamlashgan. Bugunmi beshingni silab qo'yay. Muannas va muzakkar, biri oq, biri qora. Osmon va zamin, biri egiz, biri paka. Sen badbaxt hayvonlarni bugun belig'imga yam qilaman. Bu Soltak haqiqatan pisiqgan. Bunda kichik baliq bizning yeyishimizga qadar yetsin. Yip qozon ichildi. Qizil boshliq tugunak bundaqli bo'ldi qilmaydi. Ko'z oldingdagi bu qalaymaqonchiliklar birovning oldin o'rinlashtirgan o'yinni xolos.
Keçipti-de. Bədinim əhamda qızıb turğan. Onun bunca yavuz bob ketişini oylamaptı mən. İlgiri yuvaş kişi idi. Dəb kəsək, həmmisi çoğ ağamın kasabıtıdan boldu. Təqdiri kaj bosığa bopdu. Söz bolmaydıgan kişinin söygünün emesi. Sen bu yerden üstüge çıkıp yol bağımı yok qarab bak. Ben başka yaktan izlep bakay. Tölki kızıma kaçıp getipdi. Təvərik tağ içidimi o bir nemi demek tez. Maymun ağa, tez kelin, tez. Ben bu yerde. Yelpigişini taptım. Qara. Anam nemi kılarını bilmey izleyereksiz gayip boptu. Lekin yelpigişini kaldırıp koyuptu. Bu çoğ ot şartısı domulap yürgüde uzun boldu. Toktap bakmadı. Hele bir yaxşı maymun ağa, vaxtıda geldiniz. Bana yardım kılıp onu tosup durun. Ben yelpigiş otunu içirey. Kulağınızı keras bana yelpigiş mi ha? Hatırcan bulun. Anam ilgiri bana onu işletiş apsonunu ögütüp koygan bir yelpisəkli Rasiyalıqalığın bilələyimiz. Bu qeyrkala bəh cansız inravatıdı. Hərzimcə tiniqə toxtaşıq azlı qapdı. Nə pekər sizi bir qəttim işinək. Bütün küçüm bilən ot şartısını tosup duray. Fırsatını çıl tutup tez yelpim. Rubaciyenin terisi qılın etitcan hiç ne olmaydı. Maymun ağa, aval bana yardımlaşıp atamını qutquzuşup əslə. Ata, tallanğan əzmətini başlap geldim. Akam hazır yok. Ata, bədəllərdeki təvərikdə onu qaytırıp əslə. Bu nərsi ilgisiga qaytqan aman akam təbiyli niyetidin yanıdı. Yalqın tağının təqdirində özgürüş buladı. Tene ölsün mu? Ruhi. Tehe ölmeptu. Əfsus. Be əb çoğdu kəptu. Ata qanqırab qaldılımı. Kızları tallanğan əzmətini silini qutuldurğulu başlap geldi. Şunda. Qanqırabla qaldım. Bırak gözüm tehi sağ. Sen menin kızım emas. Ata bu nemi deganlari? Kızlarımın bir japa muşaqqatlarını çekip adam tepip otni içirdi. Hammasi silni bu yerda qutuldirish uchun emasmi? Baldırak bilsem gözümle kargu kılıp olattım. Senin kulluğunu kömesem değme. Aldırma xeyri kala. Hazırlı muradını yetsin. Bundaq japa tatqınımның azraqmı paydası bo'lmabdi? Azraqmı? Yana da bevosita o'ltirsam bo'g'idi. Qizingdek yasinib, tavarikni so'rsam, o'zini bilib beram degan debdiman. Qizing emasligimni qandoq bilib qoldim? Oo, sana o'xshamaydi. Oldingda bir xil, keyningda bir xil. Aslida mundaq ekanda.
sal turib o kichik jintakni tutib kelib, yaxshiroq ko'nglimni ochsam bo'g'idek. Biroq avval sizlar ikki qadinas akfukularni ko'ydirib, billa dafna qilib etay. Ali janob ishlarga yaxshi payt bekli ko'p. Cidel hormaymun. Sen nege basan? Şu yerde aile veyran boludu. Kızıl tügünek mağlup boğanda kısımı. Lekin onun küçü çeçilip ketmedi. Fakat yerim açmışım ısıla. O kayta can kılalaydı. Bu nersine kolonga ağandın başlap onu özcül aşkasını saklap geldin. Hiç kim bilmeydi. Kıyırıp kaldım. Korkadığınım köpeydi. Cendin. Ölümdün. Xotundun. Oğlumdun. Şuna ben hiçki cüret kılanmadım. O kelip sorusa berişten tekimi korktum. Erişnin işte buluş hemidin azaplık. Herkes eriştiklerge işenme. Boqetim tağlanıp çıkışta Dülley burunqı Təvəllüdüründə tayınıza Elimi yaxşı bu tınıq to'xtatish bitiga baykan. O yer muakkilining karamati menga yetmasimi? Lekin xeyli asqatdi. Yelpisimi nemish qilib tebim yomg'ir yog'maydig'ini debdiman. Aslida izsiz sen kichik alvosni bizni ahmoq qilyapsan-da. Kalaka, inlari bir qadam kechikib qoldi. Apu qisila. Siz Soltak. Tag'am bugun ota-onaning o'rnida seni adablab qo'ysin. Sening eski xuying yana o'zgarmabdi. Üç eriş üçün. Ailemdin bu. Keçibsən. Con ağamның nərsini. Tez. Usub çıxarıb, ha!
Acizələr keçkib qaldım. Şayim, capa çəkdilər. Ərişdikilədin. Biri mükemmeldi. Xanım, yoxsun. İki əvliya, şəfqat qılıb, oğlumğa rəhim qılğayla. Oğlum, Qərbi Yaksa qabiləsinin ən ağır püşti. Yaralmışı içinişlik, keçirmişi azablıq. Onun da hazır, qol yandırğıdak madar qanmadı. Əgər onunla bir hayatlıq yolu verirsilə, mən vəkkalı deyvə. Barlıq kibirlərimizdən keçib, itkapda olturub, oğul qızımız bilən, yalqın tağda məngülük yaşayımız. Er-xotun işkimiz. Onun uğrunda cəzalanışını xalayımız. Əgər gepimge işinişmisizlər, bu yel bügüşni, inam qilishni xalayman. Nombayada o't bor. O't yo'q yerda nom yo'q. Qisas turib olmasam, avliyollik ne hojat? Ularning ko'rmoqchi bo'lgani dal bugünkidek tuz bukkan turqimiz. Herkes muradımlara yetkizmeydim. Yaxşı yanım, bunu qayt toğuldu demeymiz, yurtuğa qayt edeymiz. O qeyr maymun çoqun bizni Gülsen taq çoqusunu saqlavatıdı. Ciddiləşmə, biz onun tapşırığı boyunca 5 dal təvərihini yığıb gəldik. Fəqət 6-cı təvərihini qoluğu çürsəklə işimiz tükəydi. Ahmetimiz keçibdi. Tuyuq yol gəl. Sen qarşapla qatil, ben seni izlep bağmay turup. Özün aldığımı kiliş petindin ma. Qatillik ili işler, bugün ölgünün ölgen. Ölgünün ölgen.
Ahmet. Çoğun ağamdan bullaqçı bulut ekan. Ben seni qandaq tutmasam bo'la deb ham qilibsam, bu bulut kelib seni qutqizibdi. Bu tog' orsidagi tuman ichida yo'shirnig'ili ko'p yil bo'lgan. O senda 5 tavrik balig'ini sezib, koni igisi esiga kelib, seni qutqizog'ili tushibdi. O seni to'nig'ankan. Endi o sening mollaqchi bultoqqa aylandi degan gap. Men garchi shamolga aylanamsanmi, biroq seni ko'tarib ucha olayman. Buncha ko'p arish lashkarlarining kagini qaraganda tog' ichida bir ish bo'lgan o'xshaydi. Biz berib qarab boqaylik. Bu qattimqi bosh tepkarman. Bo'ldi. Sizlar maymunlar, bo'ladi ekansizlar. Pekar har qatim quruq qaytadi. Janim, bundan keyin yaxshi kun ko'rsang, tog'onimni elilishni unutma, ha? Hargizmi u ajdodingni do'rima. Yaxshi ish bo'lsa chaqirmaydi. Mehnat eg'ir ish bo'lsa chaqiradi. Avval bu yana aqtirib, sal turib boshqa qarab boqaylik. Anlattı, tekme! Bu çoğun ağamның altın savut ekan-ku. Maymun ağamningmi manga o'xshash ham yeri go'har. Ruhi o'lmayli qolmasdan qorallarini go'harga aylantirib taqqa yo'shirib qo'yibdi. Yana texi arishdagi g'olchilarni zaminga tushirib, narsani izlaydigan kitga aylantiryapti. Agar bir qadam burun kelib ularni yig'ishtirmagan bo'lsak, bu narsalarni bu chipirandlar bulab ketadi. Men avval berib boshqa go'harlarni izlab boqay. Senmi tezroq yetishgan.
yaxshi. Sen çoğun ağamga teximi oxşaysan. Faqat uning o'ktamlik qiladigan mijozini to'g'rimi saqlab bo'ldi. Bu maymunning go'harlari bahli ko'pkan. Ben to'rt atrofni izlab baqay. Kırıp gitti. Vay can. Cihanım. Tez beni kutkuzu al. Bu nersi işçi bağırını koçu vardı da. Can. Bu kıttım yine seni kutkuz dep avar kıldım. Cihanım. Canım bu kadın seni yine avar kıldım. Ben gözsüz tamak yeymen. Şimdi nerse ağaçsız çıkamaz. Ağrınma ha. Vay can. Bu kadar yani seni kutkuzlab avar kıldım. Ben gözsüz tamak yeymen. Şimdiki narsalar ançsız emas. Ağırma. Yaxşı yeri kirgenge tushliq tavarini alalading. Sen ziyon tortmading. Hozir ağamning oltin soatini to'liq yig'ib bo'ldik. So'parni g'origa berib, huzurlanadigan vaqtimiz keldi. Mana eksma ha. Sen nerede kelgan natonisan? Avliyo azamning qavmdagi kishiga hech o'xshamay turasan.
G'ayri talatingdan qaraganda yaxshi odam emasdek turasan. Sen cho'qim yot joyni qishib kelgan olvasdi. G'arbdan qaytib kelgandan beri ko'chaga kelmaganimga uzun bo'pti. O'ylamabdiman. Yanıla burunqidek turibdi. Ayni yillari bu yerda o'ltirib, meni yalab akilib, o'ziga bosh qo'ydirgan. Aslida bu yerga o'chunibdi-da. Darvaqa, avvalik so'raning aytganidek bu maymun bakli bexilkan. Bu narsani ko'choqim maymun avlodlariga qoldirib qo'ydi. Canım, yanıla sen sınap bak. Bunu ağandan keyin çekiniş yolumuz qolmaydi. Senin bu turqun maymun ağamның dal o'zi bo'pti. Oltin gurzini qo'lingga olding. Jang qurolin xillandi. Tez taq chiq. Bu qir maymun ustida nima ish qilyotdi? Ko'rib boqayli. Keldingmi? Keldik. Kemaga chiqinglar. Termayman. Sening bu abjaq kemang chiqsaq ketamay qolmasmiz? Jahonning nari xatarga to'lmagan. Bu kemamga chiqmasang, sening yana orqangga qayta olamsan. Bu qaysi joy hamdi? Uning aslimisi. Bu maymun kichigi tilib mushundoq yaxshi narsani ko'rsa talishib elib oladi. Boshqalar bermasa bo'laydi.
qar quyun alvasti bilan nima farqi? To'g'rimi? O'g'irlik qilg'ini xata. Lekin buda yo'liga kirgini cho'ng to'kmidi. Men deyman, hammamiz o'xshash, ancha farqimiz yo'q. Jidalxo'r nodon maymun. Zamindagi avliyolik mansibiga rozi bo'lmay arishga chiqib mansab talashdi. Biroq arishda necha kun bo'lmayla, to'g'ash bazmisini chaqirmag'anga g'azabdan quyrug'idan turib, ochchig'ida arish o'rtisini o'ntay qilib etdi. Oqibatni o'ylamaz, nasiyatni anglamas. Seriq tuklik yavu maymun bilan o'xshash bir qo'y. Baxsimo ko'nmaydi. O chaqda o texi kichik edi, ish uqmaydi. Ya hech kim uning yo'l ko'rsatmasa, sen qirib baklab pitin xo'rkansan. Birovning kichik vaqtidagi satchiliklarni bosh qo'yatmading. Cho'ng bo'lsin aqlini topmadi. U 5 anasir teg'idan qutulib chiqqandan keyin qoidasın uqib yavaş bo'lish kerak edi. Yavaş harbi to'ltida bir sevidi, avliyolar uningdan ranjidi. Nazarda cho'nglar yo'q, o'zini büyük chaqlar. U azaldan butsatma o'rgatgan ta'limlarni quloqda chin saqlagan emas. Kapsizarak xolos. Tug'ma qobiliyat kishilar hammasi sal o'z mabtunroq keladi. Menmi o'xshash? O'zini o'ylaydi, adabnimi bilmaydi. Uning manmanchiligi heliqi seriq qoshliq olvastidan ancha ko'p farqlanmaydi. Bu heliqi nima xonim? Ustoz qattiq ochiqlab, cho'ng og'amni Gulshan toqqa haydab atgan. Oq tulki cho'qqisida u bag'ri tashliq qilib, u da 3 qitim so'ygan kishini tashlab etdi. O'zicha bu ishni osonla unutib ketaman deb o'yladi. U ko'nglida izchil uni o'ylab keldi. Bo'lmasa bu dag'i aylangan turibmi, yanada johillik qilib xislatlar tog'dan ketmaydi. Mehr unutilmaydi, dil yarsi saqlaymaydi. Uning bu kechirmishi sen ve ömürçük qizning kechirmishiga o'xshaydi. Mayli o'zi qayerda bo'lsin, muhabbat qushi mengu azobga tutqun. O gapingga meni qo'shama, cho'chqida hissiyat nima qilsin? Og'am shu qatimdan keyin qayta muhabbatlish baxmidi. Hey baji, tafsili qara. Bu yerdagilarning ko'pinchisi sening do'stlaring. Ülpet sorundakilarni qandaqmi do'stligila bo'lsa? Ülpetdash do'stlarmi, do'stga hisob. Balkim shundaqda. Bu bir qancha birodarimning hech qaysisi yaxshi kun ko'rmadi. Shundaq. Qadimdan tortib hozirgacha xislatlar azmatlar bakli ko'p o'tdi. Lekin haqiqiy o'chmas iz to'kni qoldirganlar sanoqliqlar. Nima uchunligini bilamsizlar? Jahon azaldan tangsiz. Talay faqat kuchliklarning o'zini maqtash so'zi. Jahon tangsiz. Talib qosh. Chunki quruq talantli bo'lib tafakkur qilmasa, yaxshi kunga ulishibla rohat parohatga beriladi. Jafo tatmay, hech kuchmayla. Jahonga xo'ja bo'ladigan cho'ng buddaga aylanadigan. Nadimi undaq oson ish bo'lsin. Qilmasa qanoat, qochidi omad. Kaladeli shundaq bo'ldi. Sulukummu dal shundaq bo'ldi. Taqdirning shafoatiga erishgan kishi boshqalardan bakrak o'zidagi shaxsiyatchilikni tuzitish kerak. Sen esingda ching tut. Qarmayman. Buni og'amning aslimi sevdigan tang. Hey,
Hazır 6 təvərrükdün yana bir tal kam. Göz, kulak, burun, til, beden, iradesi kemken. Sen bayıdın beri nimini gördün? Üçümüz ne? Aşu del ahırkı təvərrük. Şu anda. Del sen, ben başlı gumanlışkı başlağa. Ağamның iradesini del sen şu mudu dep, bizne başlap kilerleşin vika emezken de. Mən emas. Belki o. Bimani gep kıma. Sen onu çoğun ağam davatam sen. Şunda. Hem ya. Sen ölüm tıkır maymun. Bizni aldap ekilip, yani bizden tepişmek sorap. Nemi çok sokuat sen? Evliya Azam ölgəndən kin 6 təvərrük içindeki 5 təvərrükni bir qancha alvaslı bölüşüp aldı. İrade təvərrüki 6 təvərrük içindeki en muhimi. Dəl şundaq boğaşqa. O çoxum hayatlıqның ahırlaşığı əgişip yok oluşı gerek. Toxta. Sen çoğun ağamın ölüp ketdi, qayt tirilmeydi demekçi mi o? Sen qeyri çüpürende, izsil bizni aldap sen. Senin çoğun ağan qayt tirilmeydi. Lekin onun izleri məngü yok almaydı. Zimmin yani muvaffaq keladigan evlatdan birini tanlap çıkıp, ağanın izini basquzup, Evliya Azamның namını məngü davamlaştırdı. Bu tallanğan evlat, del tallanğan azamat. Sen aslida namsız kişi idin. Amma 6 təvərrükni yığış yolida qatmuqat japa mushaqqat bilan kurash qilding, nurg'un kuchliklar bilan jang qilding. Shundaq bo'lgandila, sen ondan uning kuchli irodasiga varislik qila olaysan. Sen demakchi, bu kichik maymun cho'ng og'amning o'rnini ola olamdi? Sunukun allaqachon o'ldi. Baji, manga ayan. Sizlar og'i inilar ko'p jafo chekdinglar. Sunukun allaqachon o'lib ketdi. Uning izini bosadigan kishi balkim u bo'lishi mumkin. Keldik. Keyinki manzilga biz borolmaymiz. O'zing yolg'iz borasan. Sunukun o'lgandan keyin 6 təvərrükdən ayrılgan Yavuz murdisini qoldirib qo'ydi. Shuncha yil o'tgan bo'lsa-mu, bu qoldiq murda tegici to'zib ketmabdi. Hayat vaqtidagi turqini saqlab ketdi. Sen rastlı taqdir tarafidan tanlangan bo'lsang, o'zing yolg'iz berib, bu ruhi yo'q Yavuz murda tanni yo'qotishing kerak. Shundala 6 təvərrük birlashib, g'arb sayohat qayta yesiladi. Bo'lmaydi. O tega kichik tursa, men xotirjam bo'lamayman. Men uning bilan bilib boraman. Bu yer aslida Sunukunning o'lgandan keyingi qoldiq aslimasidan shakllangan. Bu Sunukuni tirildirishdagi eng oxirgi o'tgan. U faqat o'zigini tayina olaydi. Sen va men yordam qilolmaymiz. Ishonmasang, qara. Kichik maymun, yaxshi jiyanim. Urush yig'amisan qosh, jining saq qolsa, nomiga erishmasanmi mayli.
sizlar cho'qim u to'g'risidagi hikoyalarni anglagan. Ba'zilar u Tangsanga yordamlashib nomni elib, jangovar Buddaga aylangandan keyin, yana ba'zilar Budda bo'g'ini asla u emas deyishdi. Haqiqiy avliyo azam nom elish yo'lida o'lib ketdi. Faqat ba'zilar avliyo azam azaldan yashab baxmagan. U faqat maddohlar o'ydirib chiqargan hikoyadagi maymun deydi. Lekin men so'zlamoqchi bo'lgan bu hikoyani sizlar cho'qim anglab baxmagan.